Nima tushirvan yukingizni? Nimadan navbat chiqib ketaman. Ba'zi bir o'sha yelkasidan tepasi ishlamaydigan hamkasblarimiz borda. Mana shunaqangi ko'chalarga olib kirib, klientlarni o'rgatib qo'ygan. Assalomu alaykum qadrdonlar, hamkasblar. Toshkentdan ortilgan yuk Vodiyga yetib keldi, Marg'ilon shahriga. Eng qizig'i, men yuk egalari bilan, klient bilan telefonlashganman, 6 orqa yetib kelib, uyga kirib damdal oling, soat 8 ga yetib kelasiz degan. Hozir soat millari 8:34 bo'lyapti. Mendan oldin bittasini shoshilib qo'yib yuborishibdi. Aytilgan vaqtga yetib keldim, lekin 8:00 da mana shu joyda edim. Endi hozir bitta, yana ikkita mashina turibdi. Volvodan keyin tushirasizlar desa, bular jirillay o'zicha. Aytilgan soatiga kelish kerak edi. Nima qiladi? Hammaga soat belgilab qo'ygan. Men hozir bu yerda umuman noto'g'ri ish qilgan joyim yo'q. Sababi men aytilgan vaqtga yetib keldim. So'zimga javob berib keldim. Aytilgan vaqtga soat 8 ga ulgib kelasizmi dedi. Albatta boraman. Uyga kirib damda olib keldim. Kelsam 3 ta mashina turibdi. Bittasi endi kirib ketib qolibdi. Endi iloji yo'q, kutishadi meni. Chunki men soat 8 ga deyildimi, yetib keldim. Qolganlar ham aytilgan vaqtga yetib kelish kerak. Aqllilik qilib kelib olmaslik kerak-da. Shustri bo'laman deb. Mana shustri kirib olgan. Ha, shustri, mana tanib o'ylaman, shustri kirib olgan. Nima gap? Atelabdan nazarga olmayapti. Metan burilgan, qiynalsin deb tirrab olgan. Odam bunaqa ichi qora bo'lmaydi-da, hamkasblar. Ichi qora mag'ar odamlarni ishi yurmaydi. Shuning uchun ko'ngilni pok qilib kerak. Ba'zan ko'proq olib kelaman, bu lentagani ko'tarib qo'ymasa, podushka chashkadan chiqib ketadi. Illashib turadi. To'rtta balon ushlab tursa bo'ladi. Tushirishni boshlaydi hozir. Tushiradigan joyi ham yaxshi. Mana qadrdonlar yuklarni tushirib 30 metrga yetib keldim. Baxtiyor akamning ukasi bitta avtomashina bor ekan, hozir olib chiqib ketar ekan. Bu yerda qozog'istonlik birodarlar dam olyapti. Volvo. Mana chiroyli ekan, rangi. Qozog'istonlik birodarlar ham shu yerda. Navbat avtomobil. Bu ham hech qancha kirolmabdi. Bizda O'zbekistonda chegaradan o'tsa ham yoki mana bunaqa mahallalarda dam olsa ham hech kim aqcha so'ramaydi. Biz mehmondo'st xalqmiz. 5 qo'l barobar emas. Qozog'istonda bo'lgan holatni avvalgi videolarda ko'rdingiz. Jazosini ham oldi. Nima demoqchiman? Mana
Bizda Qozog'istonlik mana birodarlar, bitta, ikkita. Mana bu yerda 3 ta, 4 ta. Hech kim bularni bir mishig'ini pishdigan joyi yo'q. Yoki bir shu yerda turibsan, aqcha ber degan joyi yo'q. Bizda bunaqangi holat bo'lmaydi. Bir settichi ham mana yo'q. Yo'lda ahvolni qaranglar. Eng tez yurilgan o'zi 40 tag'in kameralar qo'yib tashlabdik. Tadbirkorlar. Ahvolni qaranglar. Bu yo'lda syomka qiladigan bo'lsam, mana shu tilimdan shirin so'zlar chiqib ketib qoladi-da. Shuning uchun to'xtatamiz. Xullas, Jamashu degan joy bor-ku. O'sha yerda yo'llar, ahvolni qarang. Hozir bu yerdan Yaxshiga ortyapman. Navoiyga qarab yo'lga chiqaman. Bu dala yo'llarda biror joylar tushib qolmadimikin? Yaxshi. Shu diskalarga ham kraska sepishga vaqt bo'lmayapti. Xo'sh. Bu yerda qandaydir kollej bor ekan. Shuni oldiga qo'yib berdim. Yaxshi, bu yerda magazin bor ekan. Ana ko'zi ko'rmaydigan danida kelishdi. Eshitib qoldi, o'chirdi siz. Mana ortish ham boshlandi. Mana shu mashina chiqqan ko'chaga burilamiz. Ichkariga. Avval qaytib olishga sharoit bormi? Yo'q, orqa bilan chiqamiz. Yo'q. To'xtanglar olmasa. Orqa bilan vaqshim bu daraxt to'laydigan bo'lsa chiqib bo'lmaydi. Orqa bilan olib kiramiz yo oldi bilan kirib, orqa bilan chiqib ketadi, hamma qarab turamiz oldimizda. Olib chiqsalar ham bo'lmaydi. Vaqt cho'zilib ketadi. Ya vaqt mayli, turaveram ertagacha. Bu men daraxtlarga olib kirmayman. Men o'shancha aytdim bu aka. U ichkariga Reftin azing ko'rsatib yuboradi. O'zi beryaptimi yo'qmi hech narsa emas. Daraxt yo'qmi? Osilib qolgan. Har tagiatda to'g'ri to'g'risini aytavering. Va kirgandan keyin bu sotayadi. Daraxt degan ko'rmadim. Bura kiradigan joy emas-da bu ko'cha. Mana teyish mumkin hozir. Ha, o'sha yerda. Urayotgan mana bunga teyish mumkin. Aytaymi aka, olib chiqaveringlar. Men bemalol men kutib yotaveraman.
Aka bu ko'chaga kirmayman, olib kirmayman mashina. Nimaga? Yo, men refim kerak menga aka. Ochib tashlaydi aka. Anaqa har kuni deb kiradi. Yo aka, men o'shani so'rab keldim, aka ichkariga kirmaydimi? Bu Men ref. aytdimki 1 kilometr ham kirmaysiz. Hop. Agarda Joy bormi sharoit qaytgan? Qaytgan sharoit bu bormi? bilan chiqaman. Aka, ana shu narsa yomon, o'shani to'g'risini aytinglar. Men 1 kilometrdan uzoq. Bergan puli arzimaydi aka, men uni bitta lakiga. Bor, arzimaydi, men javob beraman. Siz meni ko'rganingiz bitta tushib ko'rib, bo'lmasa O shunaqa yo'q. Yo'q, boshqa. Abi, bir geldi araya mazmur anlatıyor. Ağzıyla mı? Var mı çabuk? Ama onu ağzıyla mı? Onu ağzıyla mı? Aka, onu ağzıyla mı? O zaman şey var mı o zaman? Nima tushirvan yuk yuzni? Nimasdan navbat chiqmaydi ama. gazeta toshib qo'yadilar. O'sha yerda qilganimizda ma'qul o'tdi aka. Bu norozichilik kerak emasdi. Olsin. Olsin anaqa. Ba'zi bir shu yelkasidan tepasi ishlamaydigan hamkasblarimiz borda. Mana shunaqangi ko'chalarga olib kirib, klientlarni o'rgatib qo'ygan. Qaysi ahmoq kiradi mana shu yerga reft shilib. Yukingni tushir dedim. Shu yerdan u yog'iga yurmayman. Bu ahvolni qaranglar. Qaysidir qo'pol qilib aytganda mol kirgan tamashakka ref bilan. Namangandan yashik ortgan. Shu mendan oldin ortgan ekanda. Yukingni tushirdim, beryapti turgan puling qancha edi? Yo, endi laboda toshyapti. Mana chiroyli bo'lib olib chiqishyapti. Laboda. Просто sal o'zlaringni qadrlang yetinglar, и avtomashinaga qadriga yetinglar. Yuklamasin shu yukini. Bunaqangi joylarga olib kirib, mashinani ishilib. Menga vapshim kerak emas bunaqangi yuk. Ko'raymi?
Look.